Assalomu alaykum jigarlarim. Sizlar bilan Smoke MLB. Bugun ko'pchilikni qiynaydigan savol. Boshida men qaysi geroyni o'ynayman? Qaysi geroy menga nima bo'ladi? Udobniy degan savollar berishyapti. Xo'sh, xullas hozir aynan shu haqida gaplashamiz. Ya'ni eng oson, eng nima bo'ladi? Eng texnikasi oddiy geroylardan boshlaymiz. Birinchi o'rinda eng texnikasi oson, ya'ni ba'zilar o'lishni istamaydi, sekinroq o'lishini istaydi. Jon unchalik ketmaydiganroq. Qaranglar, sizlarga sal osonroq geroy tushuntiraman. Birinchi geroyimiz Masha bo'ladi. Mashani asosiy nimasi joni 3x bo'ladi. Ya'ni siz bu geroyda qochib ketaverasiz, joningizni to'ldirib qaytib kelasiz. Ya'ni bu geroy front turishga oson, front bo'lishga ham oson bo'ladi, uron ham yaxshi chiqadi. Mana ko'rayotganingizda 4 skilli bor buni. Birinchi skilli mana. Hozir pasifkasini tushuntirib o'taman. Tak, hozir mana bufflarni uramiz. Tak. Hozir pasifkasini ko'rsatib o'taman sizlarga. Ya'ni uni 4-chi turgan skill nima qiladi degan savolga hozir javob olamiz. Mana ko'rayotganingizda ochilib qoldi. Hozir ko'rsataman endi. Asosiy ishi nimaligini ko'rsataman. Mana boshlang'ichga kiraman. 1 2 3 4. Tak bo'ldi. Mana qaranglar. Jon to'ldi. 3x ya'ni. Mana birinchi skilli tak uron. Faqat bitta narsa, любой skilllarni berganinglarda avtoatakani bosishni unutmanglar. Ikkinchi skill mana ko'rayotganingizda o'q otamiz ikkinchi skillda. Ya'ni bu uron. Даже buni mana bunday qilib bersa ham bo'ladi. Uzoqdan ham bo'ladi. Endi ultimate'ga keladigan bo'lsak, ultimate mana ko'rayotganingizda buni birini beramiz, ikki beramiz, kelmay qoldi. Stop, bot qilib turaylikmi? Mana danger bot mana. Tak. Я тут главная. 2 sekundda jigarlar mana. Xullas, prям bu geroy unchalik o'lmaydi. Kashshay geroycha bo'ladi. Shu geroyda men sizlarga tushuntiraman, qaranglar mana. Ichime tepadi. Mana. Mana ko'rayotganingizda, ana endi qisil energiyamiz to'ldi. Adashmasam, mana yana bosaveramiz. Jonimiz to'ldi yana. Ketgan yo'q o'zi даже. Lekin jon shunday qilib to'ldirib fight qilaverasiz. Kelingni ko'p cho'zib o'tirmayman. Ikkinchi geroyimizga o'tamiz. Bu mashani asosiy ishi komandaga front uron. Ya'ni bu geroy expaga olib chiqiladi. Roomga olib chiqib olmaymiz, les bilan. Ya'ni keyingi videoda line-larni tushuntirib o'taman. Xo'sh, endi yana bitta geroy ko'rsatib o'taman retdan sizlarga. Plusga hozir tank. O'tamiz. Terizla. Terizlarning nimasi oddiy? Terizlarning ultimate shundan iboratki, geroylarni ushlaydi, jamlab qo'yadi degan bo'ladi. Xullas, ultimate Terikda asosiy skilli. Endi qolganini trenirovkaga kirib bo'lgandan keyin aytib beraman. Mana ochildi skillarimiz. Mana birinchi skilli. Uradi. Tak danger bo'lib turibdi hozir. Mana tirildi. Mana shunday qiladi. Mana endi qaranglar, buni kombosini hozir ko'rsatib beraman. Sekin. Mana ketdi. Shu komboda o'ynanadi asosan. Yoki hozir endi ikkinchi kombosini ham ko'rsataman. Ba'zilar bunday ham qiladi.
Shunday qilsangiz ham bo'laveradi. Yoki ba'zilar bunday ham qilib ko'radi. Eng zo'r kombo mana bu. Shu kombo. Terikda eng easy jihati shuki, ultimate bilan ushlaganingizdan keyin zo'r baqa berib ketib qoldi. Biz ultimate bilan ushlagandan keyin ko'p uron berish. Buni eng so'nggi kombosini ham ko'rsatib o'taman. Xo'sh. Mana. Shunday qilsangiz ham bo'laveradi. Tak, endi 3-geroyni ko'rsataman. Ya'ni bittadan 2ta gero ko'rsatdim. Endi yana 2ta gero ko'rsataman. Eng oson gerolarni ko'rsataman. Endi bittasi ADKdan bo'ladi. Chiqib olish kerak bo'lgan menda. Chiqdim. Yetmas ketmoqda. Xo'sh. Endi eng oson gerolarimiz mana yana Miya bor, ADK bu. Добрый. Ko'rsatadigan bittaman. Xo'sh. Mana Miya eng osonroq gerolarimiz. Bu geroy passivkasi shu. Endi passivka bilmayman, endi kuchi plus urganingizdan keyin kamonni o'qini soni ko'payib boradi. Hozir o'yin ichida ko'rsatib o'taman. Добро пожаловать в Mobile Legends. Mana ko'ryapsizlar. Bunda mana kombosiga keladigan bo'lsak, mana kelasiz. Bunday qilib ro'las. Hech qanday buni qiyin tarafi yo'q. Faqat ultimate kallangizni ishlatib bossangiz yaxshi bo'ladi. Ela sborkasini ko'rsatib o'taman. Qaysi sborka yaxshiligini hozir bilib olamiz. Shunda bu shunday. Aram beradigan. Mana bu sborka. Shu sborka. Bu meni o'zini sborka. Biror ketdinglarmi? Xo'sh. Endi mana bitta yangicha sborka o'zim o'ylab topdim. Qani, yo'q ko'ramiz. Xo'sh, endi nima qilamiz? Gubительный пулемет olamiz. Yig'amiz. Qani endi urib ko'ramiz. Ko'rayotganlar o'ta tez uryapti sizlar. Endi yana bitta yaxshisi bo'ladi. Mana tezlikda uradi. Faqat bitta ishi bor bu. Miyani ham sal ishkaliroq tomoni. Belerik degan geroy bor, uni ham keyingi videoda tushuntirib o'taman deganlar. Belerik bor, buni counter qiladi. Sababi bu avtoatakshik geroy. Endi mana kelinglar. Endi eng so'nggi oson geroyimiz bu Saber. Nimaga aynan Saber? Bu geroyda 1 bosasiz, 2 bosasiz, avtoataka, ultimate. Ya'ni 2 ochiladi, 2 bosasiz bo'ldi. Geroy hayoti shu zamonda hal bo'ladi. Tak, Saber oson deyishimga sabab hozir mana ko'rsatib beraman sizga. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, katta uron chiqaradi Saber. Не теряй бдительность. Mana. Xuddi shunday. Zilongni bu tez urib o'ldiradi. Mana qarab qo'yinglar. Shu narsadan boshqa narsasi yo'q Saberni. Bu skinli varianti.
xuddi shunday qilib uron berib o'ldirib yuborasiz. Xullas jigarlarim, eng oson giroylarga aytib tugadi. Sizlar bilan Snoop MLBB bo'ldi. Hammalarga xayr. Sog' bo'lishga majbursizlar.